Internet ishlamay qoldi. Aloqam uzildi. Endi nima qilamiz? Hech qanday signal yo'q. Bu shunchaki uzilish emas. Dada, chiroq qachon yonadi? Hozir yonadi qizim. Hey, tartib bilan. Har bir kishiga faqat bitta sham. Tinchlaning. Bir kishiga faqat bitta, tartib bilan. Bitta odamga faqat bitta sham sotiladi. Orqaga. Bu operatsiyani iloji boricha tezroq tugatishimiz kerak. Tushunarli, tezroq harakat qilamiz. Umid qilamizki, operatsiyadan chiqib keladi. Shifokorlar aytishadi, kutyapmiz. Umid qilamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Doktor, nima bo'ldi? Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Elektr manbayida uzilish bo'lganligi sabab bemorni saqlab qola olmadik. Stansiyadagi nosozlikni aniqladingmi? Ha, aniqladik va bartaraf qildik. To'liq xavfsiz. Yaxshi, tekshiruvni yakunlang. Tushunarli. Stansiyalarni tekshirdim. Hech qanday nosozlik yo'q, hammasi joyida. Aloqa tiklandi, endi hammasi joyida. Dada, chiroq yondi, ura! Elektr bu shunchaki yorug'lik emas, bu hayot maromi. Biz muhandislar har bir xonadonga nur kirib borishi uchun mas'ulmiz. Zulmat o'rtidan kelgan bu yorug'lik zahmatli mehnat va ilm g'alabasidir. Energetika sohasida yetuk muhandis bo'lmoqchi bo'lsangiz, Farg'ona davlat texnika universiteti eng to'g'ri tanlov.